bo'lsak, mana Sweetheart deydi. Bu Sweetheart keyin Erelore degan mayskilarimiz bor. Gilasda bor, ha? Gilos. Asosan gilos. Keyin qisman nimalarimiz bor. O'rigimiz bor. Keyin shaftollarimiz bor. Slivalar bor. Xurmo bor. Bular hammasi Yevropa. Ular сырой виде Yevropaga eksport qiladi. Eksport bo'ladi. Sok chiqarishadi. Yo'q, sut chiqarmaymiz. O'zbekiston Asosan mana shu nima bo'yicha bizga ko'proq Koreya, Xitoy, Rossiya esa albatta Yevropa dorisini ishlatishga majburmiz. Chunki bu navlar o'shani xohlaydi. Bizni hali dorilarimiz ungacha yetib borguncha hali bor. Ma'lum qismini qoplay oladi, asosiy qismini u yerdan olinadigan dorilar hisobiga buni hosil yetishtirib olasiz. Talab qilish kuchi ko'p. Mana to'g'ri bolalarga o'zimizni o'g'itlar ketaveradi. Yerga, nimaga nima qilaveradi. Lekin bularga Yevropanikida ko'proq eksportning holatdagi, importning holatdagi dorini olib, nima ishlatishingizga to'g'ri keladi. Mutaxassis fikrim. Mana beramiz, keyingi mana so'chim bizda kalibrovka orqali oladi, ularni eksport kalibrovka orqali ketadi. Kalibrovkadan qolgan qismi o'zimizning ichki bozorga ketadi. İçki bozorga ham kalibrovka, ya'ni ular kalibrovkada qaysini oladi? Eng kami 26 dan yuqorisini oladi. 26 gacha bo'lgan holatda